Men Xolmurzayeva Hilola. 3 ta farzandim bor. Men shu oshxonada ishlayman. Sizlarga katta rahmat. Men bo'sh vaqtlarimda tikish uchun shu mashina so'ragandim. Rahmat sizlarga. Shunchalik berdilaringiz. Sizlarga katta rahmat. O'zim yolg'iz ayolga 3 ta farzandimni kutib katta qilyapman. Men shu ishxonada ishlayapman. Bo'sh vaqtlarimda tikish qilish uchun mashina so'ragandim. Keyin muzlatkichda ishga kelgan vaqtlarimda ovqatlarim achib qolmasligi uchun muzlatkichdan foydalanish uchun so'ragandim. Katta rahmat sizlarga. Juftalik berdilaring, rahmat, ko'p yashaysizlar. Homiylarga ham rahmat. Ilohim meni farzandlarim sizlarga o'xshab yursin.